Keyingi asosiy o'tadigan modal fe'limiz should out to bo'ladi. Sizlar bilan can could o'tildi, must o'tildi, have to o'tildi, have to'lar o'tildi. Demak, keyingisi should out to. Have to niki ham, must niki ham tarjimasi kerak zarur shart edi. Should out to ni ham tarjimasi kerak zarur shart. Bu should out to farq yo'q. Ikkalasi ham bir xil ma'noda ishlatadi. Xuddi agar u o'tilmay, men aytib o'tilmaganda should out to bir xil. Farq yo'q. Xohlang should ni qo'ying, xohlang out to ni qo'ying. Bir-biridan xato hisoblanmaydi, farq hisoblanmaydi. Keyin o'tamiz. Demak, darak shakli should va out to dan keyin fe'l bir ishlatiladi. So'roq shakli should out fe'ldan egidan oldinga chiqadi. Inkor shakli inkor shakliga bitta not qo'shilyapti. So'roq shakli should out egidan oldinga chiqar qilyapti. Should bilan out to bitta farqi bor. Should dan keyin fe'l bir ishlatiladi. Out dan keyin to keladi. Out to keladi yoki should keladi. Tushunarli? Outdan keyin to keladi, shundan keyin to kelmaydi. Bir-biridan farqi shunda, to bo'lish bo'lmasligida. Demak, buni bitta qoidasi bor bu bechora. Asosiy qoidalari ko'p. Hozir men sizlarga, ya'ni B1, B2 lik grammatikasi bo'yicha tushuntiryapman. Qoidasi ko'p. C1 likda qoidasi bor. Masalan uchun can could ni taxmin ma'noda ishlatilishi bor, must ni taxmin ma'noda ishlatilishi bor. Qoidalari juda ko'p. Bu C1, C2 lik grammatikada bor. Ularni o'tganim yo'q. Hozir B1, B2 grammatikasi bo'yicha should out to doimo maslahat berishda ishlatiladi. Maslahat berishda ishlatiladi. Maslahat berishda ishlatiladi. Misol uchun men do'stimga aytaman. Do'stim, you should study hard. Sen qattiq o'qishing kerak. Yoki bolalar, sizlar you out to clean this room. Bu xonani tozalab qo'yishlaringiz kerak. Prosta maslahat manzo, buyruq berganim yo'q, majburiyat berganim yo'q. Shunchaki masalan, o'qishingiz kerak, telefon o'ynamasligingiz kerak darsda yoki aytamiz, telefon o'ynamasligingiz kerak bo'lsa, you should not play. Siz telefon o'ynamasligingiz kerak. Dars telefon o'ynamasligingiz kerak. Shunchaki sizga maslahat berish ma'nosida ishlatilyapti bular. Ja majburiy emas. Demak, xo'p, kimgadir maslahat berish ma'nosida ishlatiladi. Lekin agar shudni o'rniga must qo'ysangiz yoki shudni o'rniga have to ishlatsangiz, mana bu ikkalasi majbur buyruq beradi. Uyingizdagilarga nisbatan maslahat bermoqchi bo'lsangiz, misol uchun ona, siz bu ishimiz bu ishni qilganingiz yaxshi yoki onajon, bugun kechki oddiy misol makaron emas yoki bir osh qilganingiz yaxshi. Ya'ni maslahat bersangiz yoki ustozingizga yoki kimgadir do'stingizga maslahat bersangiz, should out to ishlatiladi. Lekin o'zingizdan kichkinaga must bering. Mana yerda deyapti. You should study hard. Siz qattiq o'qishingiz kerak deyapti. Maslahat. Agar you must study bo'lsa, sen o'qishing kerak, buyruq bo'ladi. You have to study bo'lsa, siz o'qishingiz kerak, tarjima bir xil, lekin ma'no boshqacha. Shudda maslahat beryapsiz, mustda buyruq beryapsiz, have to da o'sha ishni majbursan qilishga deb beryapsiz. Uydaligingizga nisbatan ertaga maslahat beraman deb mustda bossiz, o'sha pishdingiz. Uydagilar shuni hadeb chiqaradi. Agar inson bilsiz, chet davlatga borib, must, have to bilan kimgadir bir buyruq berib qo'ysangiz, lekin yaxshilik kutmay oladi. Ularga nisbatan should maslahat berish ma'nosida ishlatish kerak. Should out to should out to kelasi zamon, hozirgi zamon, o'tgan zamonda ham should out to ishlatilaveradi maslahat berishda. Deyarli zamonlarga bir xil. O'tgan zamonda ham should out to, kelasi zamonda ham should out to, hozirgi zamonda ham should out to ishlatiladi. Buni ham chiroyli qilib yozib olasiz. Keyingi modal fe'limiz may va might bo'ladi. Videoni asosan harakat qilyapmiz qisqartirib olishga, chunki biroz megabit katta bo'lib ketyapti. Shu narsa degan umiddaman. May might mumkin degan tarjima bor. Ikkalasi ham may might deyarli bir xil ma'noda ishlatadi. Xohlang may qo'ying, xohlang might qo'ying. Va ertaga C1 grammatikalarida may hozirgi zamon uchun, might o'tgan zamon uchun ishlatadi. Ertaga will may qo'ymang kelasi zamon uchun yoki did may qo'ymang o'tgan zamon uchun. Bu uchala zamonda ham bir xil ishlatiladi. May might. Demak, may mightning tarjimasi mumkin degan tarjima beradi. Birinchi qoidasi taxmin qilishda. Misol uchun, where is the John? John qayerda? I don't know. Men bilmayman. He may be at school. U maktabda bo'lsa, endi tarjimasi bo'lishi mumkin degan tarjimani beradi. Bo'lishi mumkin deb qo'yaylik, shunchaki. Mumkin degan tarjimani beryapti. Mumkin degan mana bu be bo'lmoq. Ega keldi, may keldi, fe'l bir keladi to'ldirishga. He may be at school, maktabda bo'lsa kerak. U maktabda bo'lishi mumkin. Yoki sen nima qilyapti? Men qaydan bilaman? Balki u he may nima qilmoqchi u? He may study. Menimcha u dars qilsa kerak, dars qilishi mumkin, o'qishi mumkin. Ana shunday. Yoki we may yoki ular bilmasak, nima qilayotganini bilmasak taxmin ma'nosida
they may yoki they might. They might ular uxlashi mumkin. Ular nima qiladi ular? Ular nima joy tayyorlab biror qiladi? Ular uxlashi mumkin, men bilmayman. Taxminlarda ishlatiladi. Mumkin degan tarjimani beradi. Endi agar ish harakat davom etayotgan bo'lsa, esda qo'ying, davom etayotgan bo'lsa, mana bu grammatikadan foydalanamiz. Maybe dan keyin fe'l ing ishlatish orqali foydalanamiz. Misol uchun, ayotgan bo'lsa kerak degan tarjimani beradi. Bo'lsa kerak. Ayotgan bo'lsa kerak degan tarjimani beradi. Maybe fe'l ing. Nima qilmoqchi ular? Ular uxlayotgan. Ular qayerda? Misol uchun men bilmayman ularni. Balki ular they may be, misol uchun sleeping, ular uxlayotgan bo'lsa kerak. They may be sleeping, ular uxlayotgan bo'lsa, davom etayotgan bo'lsa, be fe'l ing qo'yib qo'yasiz. Ular o'ynayotgan bo'lsa kerak. They may be playing, ular o'ynayotgan bo'lsa kerak. Yoki he may be, u balki he may be studying, u o'qiyotgan bo'lsa kerak. Taxmin qilishda balkim u o'qiyotgandir, u telefon o'ynayotgandir, u nimadir dars qilayotgandir, kitob o'qiyotgandir, ingliz tilini o'rganayotgan bo'lishi mumkin. Bilmasangiz, taxmin ma'nosida may yoki might ishlatadi. Agar o'sha ish harakat davom etayotgan bo'lsa, maybe fe'l ing o'qiyotgan bo'lsa kerak, ishlayotgan bo'lsa kerak, yoki biror joyga ketayotgan bo'lsa kerak, mashina haydayotgan bo'lsa kerak, nimadir o'rganayotgan bo'lsa kerak degan ma'noda ishlatiladi. Bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin degan ma'noda, yoki bo'lsa kerak degan ma'nolarda ishlatilaveradi. May va might ayotgan bo'lsa kerak. Demak, bu may mightni birinchi qoidasi taxmin gaplarda mumkin degan tarjimani beryapti. Endi buni ikkinchi qoidasiga o'tamiz. Biroz teparoq. Men bitta rasmga olasizda buni videoni to'xtatib, ikkinchi qoidasiga o'tamiz buni. Ikkinchi qoidasi iltimos qilish yoki ruxsat so'rash ma'nosida iltimos qilish, ruxsat so'rashda ishlatiladi. May va might. Va buni tarjimasi maylimi degan tarjimani beradi. Maylimi yoki mumkinmi degan tarjimani beradi. Maylimi yoki mumkinmi degan. Va bu doimo rasmiy holatlarda ishlatiladi. May might doimo rasmiy holatda, ya'ni yumshoqroq variantda ishlatiladi. Ya'ni hurmat, ehtirom ma'nosida may might ishlatiladi. Boya sizda bo'lsa, keng kod mavzusini o'tdik. Keng kodda ham xuddi shunday iltimos qilish, ruxsat so'rash ma'nosida ishlatilgandi, lekin u norasmiy edi. Do'stingizga, aka-ukangizga, o'zidan kichik insonga norasmiy edi. Lekin bu may might o'zidan kattalarga, bir majlis zallarida o'qituvchilaringizga, katta bir direktorlarga, boshlarga nisbatan may might rasmiy ma'noda yoki ota-onangizga albatta rasmiy ma'noda may might murojaat qilasiz. Bu asosan tarjimasi mumkinmi degan tarjima beradi. Misol uchun, so'roq gaplarda may I come in? Hop. May I come in? Tarjimasi kirsam maylimi? May I speak? Gapirsam maylimi? May I speak? Mana, gapirsam maylimi? Yoki may I leave? May I leave? May I leave? Ketsam maylimi? Iltimos ruxsat so'rayman. Yoki might ham ishlatishim mumkin. Might undan ham yumshoq variantda deyiladi. Might I speak? Gapirsam maylimi? Yoki might I go? Borsam maylimi? Yoki sal xumtashib ketyapti o'zimiz ham. Might I stand up tursam maylimi? Stand up tursam maylimi? Asosan ikkinchi ma'nosi iltimos qilish, ruxsat so'rash ma'nosida ishlatiladi. Birinchi qoidasi taxmin. Uyda bo'lsa kerak, maktabda bo'lsa kerak, he may be at school yoki he may be studying yoki they may be working ishlayotgan bo'lsa kerak yoki they may be playing phone, telefon o'ynayotgan bo'lsa kerak ular. Va ikkinchi qoidasi iltimos qilish, ruxsat so'rash ma'nosida ishlatiladi. Hop, may I come in? Kirsam maylimi? Yes, you may. Javob bersak yes, you may bo'ladi. Yoki ketsam maylimi? May I leave? Yes, you may. Qaysi zamonda savol berilsa, qaysi modal fe'lda savol bersa, o'sha modal fe'l bilan javob berasiz. Misol uchun, can I come in? Kirsam maylimi desa, yes, you can deysiz. Yoki may I come in desa, yes, you may deysiz. Yoki should I go? Men borishim kerak desa, yes, you should. Yoki shart emas bo'lsa, you should not deysiz. Yoki kirsam maylimi keldi. May I come in? Kirsam maylimi? Mumkin emas bo'lsa, no, you may not deysiz. Can I come in? No, you cannot deysiz. Qaysi modal fe'lda savol berilsa, o'sha modal fe'lda javob berish harakat qiling. Va bu may might mumkin. Birinchisi taxmin gaplarda, ikkinchisi iltimos qilish, ruxsat ma'nosida ishlatiladi. Buni ham chora qilib yozib, gaplar tuzing. Bularga ham xuddi sizlarga test va mashq tashlab beraman.